ассалому алайкум. Касе бор дора марҳамат ширкати нозимҷонро тавсия мекунем аз Москва ва Московская област бора қабул мекунанд, зудтар осонтар бурда мерасонанд. Номеро ҳаст бачаҳо, занг задан гирӣ 24 соат хизмат ма. Хулас ай номи канали мо занг мезанем, скидкаро қабул мекунем. Нигоҳ кунед, чизи бор дошта бошед, бемалол нотарсида занг занед, бурда мерасонанд. Шаҳри Нав, Хисор, Кулоб, Душанбе, Регар, фарқ надорад, любой ҷо, Ёвон, Данғара, тамоми Тоҷикистон бурда мерасонанд. бачаҳо бемалол занг занед. шумо дар аблика дар корай, марҳамат, мода муроҷиат кунед. 5,500 сомон, 7 киловатта, 5 бақватай, охани бақва заводской ва любой чи аз Хитой мебиёрем. ҳатман номеро ба занг занед, чизи заказ бошад, оварда мерасонем. ассалому алайкум. Чипта дар кор бошад, марҳамат, номеро ба занг занед. Авиабилет, любой направление, нархи арзон. Аз канали Усмон Регар занг занед, скидкаро қабул кунед. Нархи даст. Ассалому алайкум. Мана ҷугори омадаи бачо Макка. Savdo neyse odam kamayo. Neç pul narxoydilar? 4.60 dedi, 4.41 xalta berdi. Ha, 4 savdo shudagi, xullas. Rachota girdi masa. Hojbo bu nima? Bug'doymi? Bug'doy bilan arpa. Ha, neç puldan narx qo'ydik? Endi 4 so'mdan narx qo'ydim. Savdo qilganyapmiz hojbo? Yo'q, endi savdo qilamiz. Endi savdo qil. Arpa qancha ekan? 4 so'mdan papesh hamma. Hammasi ana 4 so'mga bacho. 10 million dora. Bu arpa qimmatroq arpa bu. 5 so'm deyapti. Hajmiga. Xullas odam kamda, bu da bo'zi bacho, hech kasiz. Xullas, mana sotilgan narxni aytdim. Tamom, boshqa nimani aytdim? Bergan arpa bu, buni hech kim so'ramayapti hozir. Bu nech pul? Bu ham 5 aka, mana 5 so'm. Lekin bu arpani endi bilasizlar o'zlarining qadrini. 5. Xullas akalar mana bozor kelganmiz. Omadagi, lekin qo'li bilan men guftum-ku, imrit chatki syomka bekinam. Anani xel lekin plano namaydon odam kam maqsad. Mana disodina mana hamma joy xoli. Pırlavka disodi xoli ay. Mana yata nimta odam omadagi-da. Ular ijobinet mana xoli ay da maqsad. Так что шулячо на омадаги ай. Disodi hech kas nesiga. Xoli ay. Ana izlash i hafta shanba bozori naz мешава. Ana ijam xoli ay. Ana prashka cho nomada. Prashka ham есть. Prashka ham yo'q-da. Kelganda bir ikkitasi kelgan, tamom. Shashikchilar kelgan. Ana xudo bo'lsa, bu yoq kelmagan. Mana shuni bozor ko'rasiz, mana bo'mbish hozircha. Так что bu hafta akalar. Bozori nav i hafta meshada. Xullas bozor tomosha mekanizm bo'lsa, chizi hast. Hamma narsa mebinim. Ko'raylik, qani bozorga odam bo'lmi? Qani kiyomadagi. Mebinim hozir. Xullas, vachon meta go'madagi, bu bozor va ol kam buda, ana. Kam ekan molla bugun. Kelgani shu. Nima deysizlar? Shu ahvol ekan bugun. Ko'rdilaring, bori shu. Bilmadim endi yo'g'ini. Hozir kelgan mol 4 ta mol. Yaqinda 4 ta, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta, 11 ta mol bo'lsa kerak. 27 500 gitti. 27 500 gitti. 100 qancha dedi? Olibdi-da xullas. 27 dan nari olganda. Biz ham bo'lib savdolarga 27000 sadmi 500 mi gitti. 14000 so'm ira savdo, 14000 so'm savdo. Uni olgan, ikkitani buni ham savdo qilibdi. O'dda gifaga yaktara savdo qiladi. To'g'ri kelsa olamiz. 14000 savdo qilib, chorda savdo. Buni ham savdosi kechyapti. Chorda azor, 14000. Arziydimi? Shuni qaraysiz, savdo mana.
Senzel sesa. 13300 so'm hojim savdo qilyaptilar. 13300 so'm savdo qilyaptilar. Ha. Hamma sherga bugun. Mana bugun ro'zada kecha hayitni o'tkazib, mana bugun birinchi kun bozor shanba. 21 mart sanasi. Senzel sesa savdolar 15 ta narxonligi. Nima deysizlar? Mana endi hisob kitob qilasizlar. Xullas buni savdosini aytay sizlarga. Bu savdo qilish berilmagan. 15200 15 savdo kerakda. Mana necha pul degan, lekin hali savdo bo'lgani yo'q. Mana shu imendan ana shu mana yaxshi ko'ringlar shu. Chiroyli bir ko'rishlar. Buni ham savdosi bo'lgan. Mana aytachammi? Ha. Buni 15700 so'm savdo bo'lgan. Buni aytib qo'yaylik. Mana Senza Azur Afsas so'm savdo shudagi. Buni ham savdosi bo'lgan. Mana bu olingan mana bu. Qarang, giftdagi Senza Azur Afsas 15700 so'm somon. Bitta like bosib qo'yasizlar. Ya'ni Yozda Azur desa savdora 11500 so'm bo'lishi ekan 11200 so'm berilmagan narxi. Mana bu yerda onlayn mana orqasini ko'rsataysizlarga. Qizigan savdoda bu yerga. Mana bo'lsa Davron buzayapti dengizdan aytib qo'ying. yo'q, savdo shunday bo'lyaptimi? Ha, savdoni buzayapti. Mana O'zi rasm ko'rdik, mana shu bo'lsa savdo. Короче, savdo qizigan mana shu yerga. 11200 so'm savdo qilishyapti. Hammasi tushyapti mana. Ha, bu ham tushdi-ku. 11,5 ming debdi. 10 ming so'm olishgan ekan buni. Aytishlaricha, hozir gipdagi bilan. Allah to'y. Bu ipini almashtirishyapti. Nima deysizlar? Nechi pul ekan? Buni 10 qilyapti. 10 mingdan bermaganlar ekan ikkita savdoga. Uni 12 ming qilgan ekan. Bag'al muomala qilasizlar endi. Ular da shu savdo kerak, 20 shu savdo kerak, naduda. Uni 12, 2000 savdo kerak, naduda. Короче, savdosi bor. Bu ham. Ila 20 ta ditara, ular 2000 so'm to'qa savdo kerak. Ha, yevro odam kam. Bu bo'lsa, narxini ham yo'q, qara savdo kerakligini. Ikki qarab savdo qilyapsan. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa yo'q. Buni ham savdosi bor ekan. 1100 so'm bilan savdo qilgan, bermagan bu ham. 2000 so'm savdo kerak. Ammo nega ekilimda masalan narxini to'g'ri girmagan. 2000 so'm savdo kerak. Hech pul narx qo'ydilar. 12 ming. Ha, 12 ming so'ramadingmi bu odam? Bir o'yla va bani ko'r. Foyda bo'lsa 10 ming so'radim ekan. Ha. Короче, akalar savdo qilib olasizlar, xudo xolasa. Mana 2000 so'm narxdagi mobilasi bu. Qizil mana limuzin rangidan-da aka bu. Turishini qaraylik, qip qizilda. Sirxakaydan rangi limuzin ha. Ha, mo'mila qaram etmayga. 2000 tana. Чуть-чуть mo'mila has. 1500 so'm savdo bo'lyapti ana. 12,5 bo'lsa olib keting ana dedilar. Nima deysizlar? Arziydimi yo'q? Yo'zayni mazur savdo, yo'zayni mazur generalendagada. Ular ikkita bergan aka, bitta emas, 2 dona. Mol qilaman. Mana boqaman, bahor keldi ekan, dalaga haydayman, yomg'ir yog'yapti, o't chiqyapti. 2000 savdo kerak budayda mana. Qancha mumkin-ku mana variantda. Nima mana bahor keldi aka mana. Katta bo'lib qoladi, o'sib qoladi xudo xolasa. Kim savdo qilsa, qilsin. 2000 savdo kerak har doim. Bir qancha buday. Betalay bosib qo'yasizlar. Bachu mana. Haridagi shasha zo'r. Oldi. So'rayapti-chi? Hozir oldik ekan. Endi sotamiz aka. Endi olganmiz. Endi xudo xolasa, nav girifdagi men qo'sham. Savdos bor ekan. 11 mingmi savdo qilishgan ekan. Muomala qilib beramiz deydi, al pastroqmi degan deb turishibdi mana. Yo'q, azurmi savdo kerak edi. Bitta like, bitta podpiska deydi. O'qta pishmoqda.
7,5 mingga yetib kelibdi aka. Haftaning mazosini savdo kiraga. Qani yana 100 so'm yana 100 so'm qo'yib yubordi. Nima deysizlar mana? Haftada 5, haftada 6 yana savdo. Nech qildi? Buni 9,5 qildi. 9,5 qildi mana. 95 savdo kiraga aka. 20,000 so'moni savdo kiraga. 9500 so'm. Boz akalar ko'ramiz bozorda savdo o'ziga yarasha yo'q. Mo'la kelgan assortiment bu, yo'q emas. Mana ham qo'liga mana bitta bo'yini cho'zib o'tibdi-ku mana. Qarasi o'qiganda buni nima qildingiz mana? Mo'la tushganda. Nechiga bermadilar? 50 savdo kerak inadda. Buni nechi qilib qo'lingdagi mana? Mana 80 cho'rsa savdo kerak inadda. Assortiment yetarli akalar. Yo'q, tish o'rgan bu shu. Aka tish o'rgan deydi. O borib o'qiyveradi deyapti. Tayyor. 75 berilmadi, ha? Akalar mana o'zi o'z savdo salgina susroq 75 ga bermaganlar. Haftaning mazosini savdo kerak edi. Lekin turishi yomon emas. Ko'ringlar mana. Ha, shuni aytaman-da. Haftada 5. Xullas, bu bermaganlar, 73 ga bermabdilar. Haftada 3 savdo kerak. Ammo muomala qaram aytmagan. Lekin bo'ladi, yaxshi. Nima deydi? Har boqmada. Qarab kasb bora bo'lmagan variantda. Savdo qilibdi akalar, berilmagan birosa 8 ming, 8 dan nari ham savdosi bu. 8000 so'm savdo kerak, 8 bo'lib savdo kerak. Birosa narxi kamtar to'g'ridan yusadi. Xullas akalarim, qaranglar, so'g'in sigir kerak bo'lsa, so'g'in sigir bu mana. O'zboqchasi bu. Gisaladora. Mana savdo qilishibdi, hojim bermabdilar, 15 ming 15000 savdo kerak edi. Mana, nima deysizlar? Mana ko'ringizlar. Arziydimi? 10 ta savdo kerak edi, narda. 15 ming bermadim deydilar. 10 mingdan 15 ga ko'tarib kelibdilar. Mana bo'zaychasi ham bor aka. Bo'zaychasi ham bor buni. Mana bog'lab qo'yibdi. Erkakcha 18 qillar. Yana 8000 so'm savdo kerak edi. Nada o'day, mana bo'zaychasi bilan gisalachi dora. Ha, muomala qilishadi-yu, lekin salgina pastroq bo'libdi-da. Ozroq bor deyishyapti mana. Chuchuk taslamasa. Kam. Xullas, muomala qarab aytya, 8000 so'm savdo dora. Narxosh kamta to'rda kirsa. Mana savdo yo'q akalar. 11 ming so'm savdo bu. Prosa jazma bir yopishib savdo qilaman degan odam yo'q-da. 10000 so'm savdo kerak edi. Unga salchashni yo'q-ki. Bitta bo'zaydi o'zi 8-9 ming 7 ming bo'lyapti aka. Nima deysizlar mana? 10000 so'm bo'ladi. Ne savdosi bu akalar? 14700 da savdo qilingan. Cho'rda olsa savdo kerak. Bo'zaychasi ham ko'rasiz o'zlaring yana. Chiroylikini bo'zayi bu. Gisachay nazdora. Ha, muomala yana teparoq gurung bo'lsa, bog'lasa pishib bo'ladi savdo. Ana gisalachacha. Cho'rda olsa farq savdo. Kardagi nadda. Talay bosib qo'yiladi. Akachi turishini qaranglar buni. Savdo qiziyapti, lekin savdo olib pishgani yo'q. 20 ming uzr kelsa kesib qo'ydim deydilar. Ana 5000 narx modaga. Xullas, 7000 so'm savdo kerak, cho'rda. Cho'rma gizashdagi mega, big'iz mega. Ana. Hamma qafoshiga bordim, o'sha kuni qo'ygu. Mana, nima deysizlar mana? Turishini qaranglar. Savdo qiziyapti. Savdo shun 7000 so'm. Nima deysizlar? Puliga arziydimi? Chiroyli turuvdi bo'ynayi. Qash. Endi qashlab turuvdi, zo'r turuvdi buni mana. Yana qashlayapmiz mana. Nima deysizlar?